Hovlidagi hojatxona aslida qanchalik xavfli? Hojatxona hammaga kerak, ammo hozir aytiladigan achchiq haqiqatlar hamma uchun yoqimli bo'lmasligi mumkin. Shuni bilingki, bu ma'lumotlarni bilishingiz sizni katta moliyaviy yo'qotishlardan va eng muhimi, pul bilan sotib olib bo'lmaydigan salomatlik ne'matini asrashga yordam beradi. Tashqaridagi hojatxonaning yashirin xavflari. Oilada turli yoshdagi insonlar yashaydi. Bolalar, ayollar, keksalar. Tasavvur qiling, yarim kechasi uyqudan uyg'ongan keksa onaxon hojatxonaga chiqishga majbur. Tashqarida sovuq, qorong'u, tana esa uyqu holatida. Aynan shu payt kun va tun nerv tizimi almashadigan eng xavfli lahza. Sovuq ta'sirida qon bosimi keskin ko'tarilishi, bosh aylanishi, hushdan ketish, hatto og'ir asoratlar yuz berishi mumkin. Ikkinchi katta xavf sovuq va shamol. Hovlidagi hojatxonalarning aksariyati pastki qismi ochiq, shamollatish bahonasida sovuqni ichkariga kiritadi. Natijada ayollarda va erkaklarda siydik pufagi kasalliklari, buyrak muammolari eng yengil holatda ham siydik tomchilashi yuzaga keladi. Bitta inson kasallansa, butun oila byudjeti zarar ko'radi. Ruhiy bosim kuchayadi, hayot sifati pasayadi. Iloji bo'lsa, hojatxonani uy ichiga qurish bu qulaylik emas, bu salomatlikka qilingan eng to'g'ri investitsiya. Ota-onaga sovg'a onam uchun deb yozilgan buyum emas, eng katta sovg'a ota-onalar uchun xavfsiz va qulay sharoit yaratishdir. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.